Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Qurbon hayiti bilan barchangizni tabriklaymiz. Erta tongdan yaxshi kayfiyatda yo'l oldik. Qayerga deysizmi? Albatta mehmonga. Bayramdagi eng yoqimli narsa bu yaqin insonlaring bilan birga vaqt o'tkazish. Biz ham bugun buvijonimnikiga mehmonga bordik. Buvijonim bizni juda iliq kutib oldilar. Uyga kirishimiz bilan bayramning shirin hidi, buvijonimning tabassumlari, dasturxondagi mazali taomlar va hamma yoqdagi quvonchli muhit kayfiyatimizni yanada ko'tardi. Buvijonim bizni juda ham sog'inibdilar. U somsalarni qaranglar, bay chiroyliligini, mazzasiga esa gap yo'q. Xullas mazza qilib mehmon bo'ldik. Bu yerda esa buvijonim mazali salatlar tayyorlab qo'yibdilar. Buvijonimning qo'llari biram shirindi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin buvijon. Xullas buvijonim rosa mehmon qildilar. Keyin esa buvijonim bilan mehmonga bordik. Kimnikiga deysizmi? Bu buvijonimning qizlik uylari. Bu yerda yaqinda to'y bo'ldi. Kelin keldi. Kelinni ko'rgani keldik. Qo'llaridan choy ichdik. Bog'larini qaranglar, chiroyli-a. Turli xil daraxtlar va chiroyli gullar ekib qo'yishibdi. Bu yerda ham mehmon bo'lib, buvijonimning uyiga qaytdik. Uyga borsak, tog'ajonim bizga shirin qilib shashlik pishirayotgan ekanlar. Voy, kimga mazza, bizga mazza-de. Hammani ham shunaqa tog'asi bo'lsin-de. Keyin o'tirib hammamiz yeb oldik. Qornimizni to'yg'izib ko'chaga o'ynashga chiqdik. Bizning ikkita tog'amiz bor. Bu qiz Soliha, katta tog'amning katta qizi. Katta tog'amda 4 ta farzand, kichkinasida esa 2 ta. Bu yerda olcha daraxti bor ekan. Bu katta tog'amning eng kichkina farzandi. Ismi Muhammad. Shirinligini qaranglar. Mashalloh deb qo'ying. Bu esa Xadicha. Bu esa Muhammad Yusuf. Oyjonim bizga olcha terib berdilar. Keyin velosipedda poyga o'ynadik. Xullas kechgacha mazza qilib o'ynadik. Keyin kechga borib uyimizga qaytdik. Hayitning ikkinchi kuni ham biz uchun juda quvnoq va esda qolarli o'tdi. Bugun biz hammamiz amakimning uyiga olcha tergani bordik. Daraxtlarda juda ko'p qip-qizil, chiroyli va mazali olchalar pishibdi. Hamma chelagiga olcha terishni boshladi. Tergan olchalarimiz juda shirin ekan. Daraxtdan uzilgan olchani yeyish boshqacha-da. Daraxtlardan talashib ko'p olchalar terdik. Endi bu olchalarni uyga borib kompot qilamiz. Fatima bilan kim ko'p olcha terishga o'ynadik. Oxirida ikkalamiz ham bir xil teribmiz. Olcha terish menga juda ham yoqdi. Terayotganimizda orada mazza qilib yeb oldik. Oxiri mana sanga deb bochkani ustiga chiqib terib oldim. Bugungi kunimiz juda qiziqarli bo'ldi. Sizlarga videomiz yoqdimi? Sizlar hayit bayramini qanaqa o'tkazdilar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Videomiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Xullas rosa charchadik va uyga qaytdik. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar, xursand bo'lamiz. Xayr!